Assalomu alaykum. Men Nazirov Jamshid, Toshkent kimyo texnologiyalar institutida magistratura birinchi bosqich talabasi, M25 guruh talabasiman. Bugungi taqdimotimda men eksperimental ilmiy tadqiqot metodi va uning dissertatsiya mavzuyida qo'llanish haqida so'z yuritaman. Birinchi navbatda eksperimental metodni o'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu ilmiy tadqiqotning eng muhim usullaridan biri bo'lib, u orqali nazariy farazlar amaliy tajriba yo'li bilan sinovdan o'tkaziladi. Ya'ni olim muayyan jarayonni laboratoriya yoki ishlab chiqarish sharoitida sun'iy ravishda yaratadi, o'zgaruvchilarni boshqaradi va natijalarni o'lchash orqali ilmiy xulosa chiqaradi. Bu metodning mohiyati nazariy gipotezani tajriba orqali isbotlash yoki rad etish hamda yangi ilmiy qonuniyatlarni aniqlashdan iborat. Endi ushbu metodning mening dissertatsiya mavzumga, ya'ni mahalliy xomashyolar asosida gaz chiqindilarini tozalash va atrof muhit muhofazasi uchun mis katalizatorlarini sintez qilish texnologiyasini ishlab chiqish doirasida qo'llanishiga misol keltiraman. Tadqiqot jarayonida mis asosidagi katalizatorlarni mahalliy xomashyolardan sintez qilish, ularning fizik kimyoviy xossalarini tahlil etish hamda gaz chiqindilarini tozalash jarayonida samaradorligini sinovdan o'tkazish ishlarini laboratoriya sharoitida amalga oshirdim. Masalan, sintez qilingan mis katalizatorlari 200-500 gradus harorat oralig'ida gaz chiqindilari bilan reaksiyaga kirishganda ularning faolligi va tozalash samaradorligi yuqori ekanligi kuzatiladi. Bu natija shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqilgan katalizatorlar ekologik xavfsiz, tejamkor va barqaror ishlovchi tizimlar uchun samarali vosita bo'la oladi. Demak, eksperimental metod bu yerda mis katalizatorlarni sintez qilish va ularni gaz chiqindilarini tozalashdagi samaradorligini real sharoitda sinab ko'rish, olingan natijalarni o'lchash va tahlil qilish imkonini berdi. Xulosa qilib aytganda, eksperimental ilmiy tadqiqot metodi dissertatsiya ishida asosiy o'rin tutadi. Chunki bu nazariy gipotezani amaliy tajribalar orqali isbotlash va ishlab chiqilayotgan texnologiyaning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslash imkonini berdi.